hojilarni vaqtincha turar joy bilan ta'minlash masalasi paydo bo'ldi. Ana shunday og'ir vaziyatda muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning sa'y-harakatlari, shuningdek muftiyni yaqindan tanigan saudiyalik ulamolar va u yerda istiqomat qiluvchi vatandoshlarning yordamlari bilan mamlakat qiroli mavjud vaziyat haqida xabardor qilinadi. Qirol Fahd bin Abdulaziz bu voqeani mamnuniyat bilan qarshi oladi. Yurtimizdan borgan ziyoratchilarni podshohning mehmonlari deb e'lon qilib, ularni xarajatlardan ozod qiladi. Bu katta xursandchilik. Hamsharlarni ko'rib, nimalarni ko'rib, ko'p dilimiz, qalbimiz ochilgan. Ba'zi hojilarning quvonchi ikki hissa ortiq edi. Chunki ular bir paytlar vatanni tark etib, Makka-i Mukarramada, Madina-i Munavvarada yashab qolgan qavm qarindoshlari, og'a-inilari bilan diydor ko'rishish baxtiga ega bo'ldilar. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, butun dunyodagi millionlab musulmonlar qatori bu yilda bizning xalqimiz vakillarini ham haj ibodatiga nasib etdi. Ular o'zlarini turli qavmga, turli millatga mansub bo'lgan din qardoshlari bilan birga Ka'ba-i Muazzamani tavof qilmoqdalar. Ba'zilari Safa va Marva o'rtasida sa'y qilmoqdalar. Ularni labbayka aytgan, Allohga iltijo qilib duo bilan ovozlari butun dunyo musulmonlari ovoziga, labbaykasiga qo'shilib bormoqda. Bu hammamiz uchun va bizning xalqimiz uchun nihoyatda ulkan bir baxt, saodat hisoblanadi. Biz bu muqaddas safarni boshlar ekanmiz. Alloh subhanahu va taologa shunday bir ulug' ne'matlari uchun behad shukrlar qilamiz. Shu bilan birga bizni mehmon qilib kutib olgan, boshqa hojilarga bermagan imtiyozlarini bergan Xodimul Haramayn Sharifayn Malik Fahd ibn Abdulaziz va u kishining Rashid hukumati va bu yerdagi barcha mas'ullarga o'z xalqimiz nomidan tashakkur aytamiz. Hozirgi suratni olish marosimi ham hech kimga ruxsat bo'lmaydigan narsa, lekin bu yerning rahbarlari istisno tariqasida bizga ruxsat berdilar.